1 daqiqada avtosug'urtani o'zingiz bemalol qilib olishingiz mumkin. Click programmasiga kiramiz, mini appsga kiramiz, Click avtoni tanlaymiz. Bu yerda o'zimiz avtomobilni qo'shgan bo'lsak chiqib turadi, bo'lmasa yonga surib avtomobil qo'shish qilib mashinamizni qo'shib olamiz. Demak, biz mashinani qo'shib olganmiz, mashina ma'lumotlariga e'tibor bersak, sug'urta topilmadi deb turibdi. Ana shuni ustiga bitta bosamiz. Demak, sug'urtamiz yo'q bizda hozir. Sug'urta muddati o'tgan. Bu yerda ikkita variant bor, 120 minglik va 40 minglik. Biz o'sha 40 minglik 5 kishilikni tanlaymiz. Rasmiylashtirish tugmasini bosamiz. Bu yerdan qanaqa sug'urta kompaniyani so'raydi. Xohlagan sug'urta kompaniyamizni tanlaymiz. Biz Grossni tanladik. Keyin haydovchi qo'shishimiz kerak. Haydovchi qo'shish tugmasini bosamiz. Bu yerdan o'sha qarindoshlik darajasiga birinchi o'rinda men mashinaning egasi deb dadamni pasport ma'lumotlarini kirgizib olaman. Mashina dadamning otlarida. Demak, haydovchi qo'shish tugmasini bosdim. Endi ikkinchi haydovchi sifatida o'zimni qo'shishim kerak. Qarindoshlik darajasiga o'g'li deb tanlayman. Va demak, o'zimni pasport ma'lumotlarimni kiritib haydovchi qo'shish qilaman. Ikkita haydovchini ham qo'shib oldim, sug'urta ma'lumotlarini kiritib oldim. Xo'p, davom etish tugmasini bosaman. Bu yerda demak to'lash uchun karta chiqadi. To'lashni bosib 40 ming so'm to'lovni amalga oshiraman. O'zimga SMS keldi, sug'urta sotib olganim haqida. Sefrovatga kiraman. Sug'urtaga kirsam, sug'urta o'tib ketgani uchun ma'lumot topilmadi deb turibdi. Ma'lumotlarni yangilash qilaman va menda sug'urta ma'lumotlarim ko'rindi. Siz ham xuddi shunaqa qilib sug'urtani bemalol uyda o'zingiz telefonda tayyorlab olishingiz mumkin. Bu ma'lumotlar aylanib planshetda albatta chiqadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'ying.